Sharqi Turkiston Surgundi hukumatining Cumhur raisi Doktor Mamtimin A'lo apandining tarixiy ahamiyatga ega bayonot e'lon qilib mundaq dedi. Xonimlar va apandilar, yaxshimisizlar? Bugun biz erkinlik, adolat va insoniy qadr-qimmatning o'rtaq qimmat qarashlarimizga zich bog'langan insonlar bo'lish sifatimiz bilan Amerika Davlat Majlisi binosining oldidagi bu tarixiy maydonga yig'ilib turibmiz. Men Sharqi Turkiston Surgundi hukumatining Cumhur raisi bo'lish sifatim bilan ishg'ol qilingan vatanimizga azob-uqubat tortib, sukut qilishga majburlanayotgan, hayot mamatlik xavfiga duch kelgan 40 milliondan ortiq xalqqa vakolatan so'zlayman. Bu faqat nutqlar emas, harakatga o'tish chaqiriqi. Erkin dunyoning vijdoniga qilingan xitob. Buningdan 91 yil ilgari, ya'ni 1933 yili 11 oyning 12 kuni Sharqi Turkiston mustamlikachilikka qarshi turish, islohot, zamoniylashtirish va milliy uyg'unish ro'yining yetakchiligida mustaqilligini asliga keltirdi. Shu kundan boshlab Sharqi Turkiston xalqi 12 noyabr kunini milliy mustaqillik kuni qilib bekitib, Cumhuriyet kunini tabrikladi. Bu kun bizning erkinlik va o'z taqdirimizni o'zimiz belgilashdagi tavranmas va'damizga simvol qilingan kun. Shuni unutmaylikki, bizning hikoyamiz bir g'alba hikoyasi bo'lmasdan, balki chidog'siz azob va chidam hikoyasidir. 1933 yili 11 oyning 12 kuni 10 mingdan kishi Qashqardagi Tuman daryosi bo'yiga yig'ildi. 36 qurolli askarning paraddan o'tishi bilan birinchi qatimliq Sharq Turkiston Cumhuriyeti barliqqa keldi. Mamtili Tevfiq apandining ijod qilgan marshi samalarni qopladi. Baş minister Sabit Damulla Abdulbaqining rahbarligida tunji Cumhuriyetimizni e'lon qildik. Zamonaviy qonunliq davlat qisqa vaqt umr ko'rdi va 1934-yili Xitoy va Sovet ittifoqiga yengildi. Shundoq bo'lgandimi, bugungi elib berayotgan ko'rishimizni davomli ilhomlantiradigan meros qoldirdi. 1944-yili biz erkinlikka bo'lgan tashnalik bilan yana o'rnimizdan bas turdik. İkinci qitim qurilgan Sharqi Turkiston Cumhuriyeti 1944 yili 11 oyning 12 kuni tunji Cumhuriyetimizning ro'yiga hurmat qilib e'lon qilindi. Ammo bizning orzuyimiz yana bir qitim barbod qilindi. Sovet ittifoqi asdan chiqmaydigan bir xiyonat bilan Sharqi Turkistonni Xitoy Kompartiyasiga setibatdi. 1949 yili 12 oyda igilik huquqliq davlatimiz majburiy ag'dirib o'tildi. Yaqinqi 75 yilda Sharqi Turkiston Xitoy mustamlikasining temir kontrolligida qoldi. Sharqi Turkiston qo'rshav ostida qolgan bir davlat. Shahar ko'chalari bostirish, sukutga zo'rlash, buzib chiqish amrini olgan askarlar tarafidan chorlanadi. Xalqimizning 3 milliondan ko'proqga tutib turilmoqda bo'lib, qiynash, majburiy tug'mas qilib etish va qul emgakiga silishning qurboniga aylangan. Masjidlarimiz cheqildi, qabristonliklarimiz buzildi, kulturimiz o'chirildi. Bolalarimiz oilasidan majburiy ayrildi. Bu nuqul zulmni emas, Amerikani o'z ichiga olgan nurg'un davlatlar tomonidan e'tirof qilingan irqiy qirg'inchilikdan iborat. Biz Amerika parlamenti a'zolari va erkin dunyoning rahbarlarini Sharqi Turkistonning mustaqillik ko'rishini qo'llashga chaqiramiz. Bu qo'llash yolg'iz do'stlik bo'lmay, baxtiyor dunyo uchun o'rnatilgan sheriklik bo'lishi kerak. Qo'llash axloqiy jihatdan qilishga tegishli ish bo'lib qolmasdan, yana balki strategik majburiyat. Sharqi Turkistonni qo'llash Amerika va boshqa har bir erkin davlatning davlat manfaati. Xitoyning Sharqi Turkistonda yurgizayotgan to'xtovsiz qirg'inchiligi yolg'iz irqiy qirg'inchilik emas, demokratiyani oyoq osti qilish, mustabidlikni kengaytirish va yo'lga qo'yishdagi texnik keng strategiyasining bir qismi. Oldi bilan axloq majburiyatini o'ylashib ko'raylik. Amerika erkinlik, adolat va boshqa barliq ishlarning erkin yashash prinsipi asosida qurilgan. Mustaqillik xitobnomasida barliq insonlarning barobar yoritilganligi, yaratquchi tarafidan hayotlik, erkinlik va baxt saodatga erishish huquqidan ayrilolmaydigan huquqlar berilganligi e'lon qilingan. Bular faqat Amerikaning qimmat qarashi emas, ular universal huquq. Sharqi Turkistonning qiyinchiligiga sal qarash bu prinsiplarga osiylik qilganlik. Bular faqat Amerikaning qimmat qarashi emas, ular universal huquq. Sharqi Turkistonning qiyinchiligiga sal qarash bu prinsiplarga osiylik qilganlik. Irqiy qirg'inchilik oldida sukut qilish Amerikani umid chirg'iga aylantiradigan g'oyadan voz kechishdan iborat. Amerika azaldan tarixning o'ng tarafida turib keldi. Natsistlarning zulmi, Janubiy Afrikadagi irqiy ayrimchilik yoki Sharqiy Yevropadagi Sovet ittifoqining zulmiga uchraganlarning faryodiga sal qaramadi. Bugun Sharqi Turkiston xalqi sizni chaqiryotidi. Biz bilan birga turamsiz yoki zulm oldida sukut qilamsiz? Ikkinchidan, Sharqi Turkistonni qo'llash axloq jihatdan emas, strategik jihatdan intayin muhim. Xitoy hokimiyatining kengayimchilik orzusi Janubiy dengizdan Afrikagacha, Yevropaning ishkigacha so'zilgan.
Mustaqil Sharq Turkiston Xitoyning ta'sir doirasini cheklab, bir balloq bir yo'l tashabbusini ojizlashtiradigan qo'g'dash roliga ega davlat bo'lib, Amerika Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'llash orqali mustabidlikning tarqilishiga yo'l qo'ymaydiganligi to'g'risida kuchli uchur avatalaydi. Sharq Turkiston neft, tabiiy gaz va halqiliq mineral moddalarga o'xshash tabiiy boyliqlarga boy davlat bo'lib, texmi muhimi O'rta Osiyoda strategik ahamiyatga ega. Hör Sharq Turkiston xalqimizni ozod qilishla emas, bu rayonning bexatarligi va muqimligiga kafolatlik qilishda muhim ahamiyatga ega. Bu zulmning emas, hörlik barpo qilingan kelajak silingan mablag' bo'lib, millatlarning taqdirini belgilaydi. Uchinchisi, biz cho'qim siyosiy majburiyatni hal qilishimiz kerak. Sharq Turkistonning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini qo'llash Amerika o'z huquqi uchun kurash qilayotganlar bilan bir safda ekanlik uchurini berdi. Sharq Turkistonni qo'llash orqali dunyoviy ittifoqni kuchaytirib, Amerikaning kishilik huquq va egilik huquqidagi va'dasini qayta ta'kidlaydi. Bugun Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa Sharq Turkiston xalqlariga vakolatan Amerika parlamentini Uyg'ur siyosati qonunini ma'qullash, Tashqi ishlar ministrligida Uyg'ur ishlari uchun davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikni yoritib, dunyoni harakatga keltiradigan maxsus moslashtiruvchi turg'izishga chaqiriq qilamiz. Sharq Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qiling. Sharq Turkistonning majburiy ishg'ol qilinganligidek tarixiy haqiqatni e'tirof qilish, tarixiy adolatsizlikni tuzatishning zarur qadami. Sharq Turkiston siyosat qonunini tonishtirish va ma'qullashni talab qilamiz. Bu qonun Amerika Tibetni qo'llaganga o'xshash, bizning davlatning o'z taqdirini o'zi belgilash ko'rishini qo'llashi kerak. Amerika xalqi ezilgan xalq uchun kurash qilib kelgan millat. Ovozingiz muhim. Vakillaringizga Sharq Turkiston bilan bir safda turadiganligingizni ayting. Dunyoga Amerikaning so'z davlati bo'lib qolmay, harakat davlati ekanligini ko'rsatib beraylik. Sharq Turkistonlik qarindoshlarimga deydiganim, mayli musofirlikda yoki ishg'oliyat ostida azob oqibati bo'lsin, biz voz kechmaymiz. Bizning mustaqillik uchun qiladigan ko'rishimiz qisqa muddatlik kurash emas. Biz ovozimizni anglig'icha pasaytib qo'ymaymiz. Sharq Turkistonning ay yulduzliq to'k bayrog'i erkin mustaqil zaminda lapildimigicha biz to'xtab qolmaymiz. Har qanday imperiya, zulmgarlik, har qanday zulm xalqimizning qalbida lavildayotgan erkinlik o'tini o'chira olmaydi. Allah erkinlik qo'g'dug'chilarga rahmat qilsin. Allah uzun o'tmay Sharq Turkistonni mustaqil va erkin qilsin dedi.